Bismillahirrahmanirrahim. Sura Fatir. Nahayeti şefkatlik ve mehribon Allah'ın ismi bilen başlayman. Elhamdülillahi fatiris semavati vel ardı ca'ilil melâiketi rusulen uli ecnihatin metna ve thulâthe ve rubâ'a. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Cimi hamdu sana osmonlarni ve zeminni örneksiz yaratquchi, farishtalarni ikki qanotliq, uch qanotliq, to'rt qanotliq elchilar qilg'uchi Allohga xosdir. Allah yaratishda xolig'ini ziyoda qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Allah rahmetidan kishilarga oshgan narsani hargizmi to'sib qololiguchi bo'lmaydi. Allah rahmetidan to'sgan narsani Allah to'sgandan keyin uni hech qo'yib berguchi bo'lmaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Ey insanlar! Allah'ın sizlerge bergen nimetini yad etinglar. Allah'tan başka sizlerge osmandan ve zeminden rızık berip durduğun yaratquchi var mı? Allah'tan başka hiç mabud berhaq yoktur. Allah'ın ibadetinden qandaqmı baş tartısılar? وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Ey Muhammed! Eğer ular seni inkar kılsa, kaygırıp ketme. Hakikaten senden ilgirki peygamberler mi inkar kılıngan? Hemmi iş Allah'ın dergahıga kaytırılıdı. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ey insanlar! Allah'ın vədisi hakikaten haktır. Sizlerni hergiz dünya tirikçiliki mağrur kılmışsın. Şeytanның sizlerni Allah'ın aposının kengligi bilen mağrur kılışıga yol koymanglar. İnneşşeytâne lekum aduvun fettehiduhu aduva. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnû min ashabis sa'ir. Şeytan hakikaten sizlerge düşmandır. Uni düşman tutunglar. Şeytan özünün təvələrini ahli dozaqdan buluşqa çağırırdı. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ. Kapırlar qattiq azapqa doçar boludu. İman eytqan ve yaxşı əməllərini qılğanlar məğfirətə və katta savabqa erişidu. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Özünün yaman əməli çıraylık körsütülgen. Şunun bilen uni çıraylık hesaplagan kişi, hidayet tapgan kişi bilen oxşaşmı? Allah hakikaten xalıgan kişini gumrah kılıdı. Xalıgan kişini hidayet kılıdı. Şuna sen ular üçün, yani iman etmiğallıkları üçün kaygırıp, özünü halak kılıp almıgın. Allah hakikaten ularının kılmışlarını bilip turgucudur. وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ. Allah şamallarını əvətib, onun bilen bulutni qozgaydı. Biz bulutlarını ölük, yani qağcıraq bir yerge haydaymiz. Bulutdin yağmur yağdırımız. Şu yağmur bilen ölgen zeminni tirildirimiz. Ölüklerinin tirildirilişi ani şundaqdır. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ. Kimki dünyada şərəf izləydiken, şərəfnin həmmisi Allah'a mənsub. Onu Allah'tan tilisin. Yaxşı söz Allah'ın dərgahığı örləydi. Yaxşı əməl onu kötürdü. Peyğəmbərge qarşı hiyli mikirlərini tüzüdüğallar, qattiq azabqa doçar boludu. Ularning hiyli mikri işqi aşmaydı. وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Allah sizlarni, yani əslinglar Adəm əleyhissalamni tuproqdan yaratdı. Ondan abi mənidin paydo qildi. Ondan sizlarni ayoldan iborat bir jup qildi. Har qandoq ayolning homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emas. Har qandoq odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi lavhul mahfuzda yozilgan. Bu haqiqatan Allohga oson. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. İki deniz, yani deniz bilen daryo o'xshash emas. Bunun, yani daryoning suyi tatliq, tamlik bulup galdın siliq ötüdü. Bu, yani deniz nahayta açık, tuzluq. Ularning har ikisidan yeni go'shtlarni, yani beliqlarni yeysilar. Denizdan sizlar taqaydigan zinnat bo'yimlari, yani unchi marjonlarni chiqarisilar. Allohning ne'matini talab qilishinglar uchun
shukr qilishinglar uchun Allohning amri bilan yuk taq, yemak ishmaklar qochilangan kemalarning dengizda dolqin yerib ketayotganligini ko'rasan. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah kechini kunduzga kirgizdi. Kunduzni kechiga kirgizdi. Shuning bilan kechi kunduzning uzun qisqa bo'lishi joylar, fasllar bo'yicha navbatlashib turdi. Allah kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Har ikkilisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ani shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Podshohlik uningga xosdir. Allohni qo'yib cho'qinayotgan butlaringlar qilchilik narsiga ega emas. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Anglagan taqdirdimi, sizlarga javob qaytarolmaydi. Qiyomat kuni ular Allohga ularni sherik qilganliklarini inkor qiladi. Mushriklarning va ularning butlarining qiyomat kunidagi ahvolini hech ahadi sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berolmaydi. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Allah hammadan behojatdir. Madhiyaga loyiqdir. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Agar Allah xolisa, sizlarni halok qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. وما ذلك على الله بعزيز. Bu Allohga qiyin emas. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga ololmaydi. Gunohi ig'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga elib olishga chaqirsa, u yaqin tuqqini bo'lgan taqdirdimi, uning gunohidan ozroq narsani ustiga elib ololmaydi. Sen faqat Parvardigorini ko'rmay turib, uningdan qo'rqadiganlarni, namozni ado qiladiganlarni ogohlantirsan. Kimki gunohlardan poklanadi ekan, u o'zi uchun poklangan bo'ladi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. وما يستوي الأعمى والبصير. Ko'r odam bilan ko'zi soq odam, ya'ni kofir bilan mo'min barobar bo'lmaydi. ولا الظلمات ولا النور. Zulmat bilan nur, ya'ni botil bilan haq barobar bo'lmaydi.
ولا الظل ولا الحرور soyi bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax baravar bo'lmaydi. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. Tiriklar bilan o'liklar, ya'ni mo'minlar bilan kofirlar baravar bo'lmaydi. Shubhisizki, Alloh haq da'vatni xohlagan kishilarga anglatadi. Sen qabrlardagilarga, ya'ni kofirlarga anglatolmaysan. إن أنت إلا نذير Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Haqiqatan biz seni haq din bilan mo'minlarga xushxabar berguchi, kofirlarga ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Qandoqli bir ummat bo'lmasin, uningga payg'ambar kelgan. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Ular seni inkor qilsa, ulardan burun o'tgan ummatlarmi o'zlarining payg'ambarlarini inkor qilgan. Payg'ambarlari ularga ro'shan mo'jizalarni, Ibrohim alayhissalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash sahifalarni, Tavrot, Injildek nurliq kitoblarni elib keldi. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Ondan kofirlarni jazoladim. Ularga bergan azobim qandoq ekan? Ya'ni ularga qandoq qattiq azob qildim. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Görmemsen ki Allah bulutdan yağmur yağdırdı. Onun bilen türlük rengarenk meyvelerini çıkardı. Şuningdek Allah tağlarını yarattı. Tağlarının ak, qizillari, har xil rangdagi yo'lliqlari va qop-qoralari bor. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Shuningdek insonlarni, hayvonlarni, chahar paylarini xilma-xil rangli qilib yaratdi. Allah'ның bəndiləri içində Allah'tan faqat olimlarla qorqudu. Allah haqiqatan g'olibdir. Bəndiləri içində tavba qilganlarni mag'firat qilguchidir. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve aqâmu's-salâte وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Şübhisiz ki Allah'ның kitabını tilavet qilib turadiganlar, namozni ado qiladiganlar kasat bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Biz rizq qilib bergan narsalarni Allah'ның roziligi uchun yoshirun va oshkori sarf qiladigan kishilarga liyuwaffiyahum ujurahum va yazidahum min fadlihi innahu g'afurun shakur. Allah
ajrlarini to'liq berdi va marhamatidan ularga oshirib berdi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Oz yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Sana biz vahiy qilgan kitob, ya'ni Qur'on haqdir. Ilgirki kitoblarning rostligini isbotlig'idir. Alloh haqiqatan bandalarini to'liq bilguchidir, ko'rib turg'uchidir. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga miros qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qilg'uchidir. Ya'ni Qur'onni tilovat qilgan bilan amal qilmaydi. Ba'zisi o'ttir holdir. Ya'ni ko'p chog'larda Qur'onga amal qilib, qisman chog'larda amal qilmaydi. Va ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldirg'ichidir. Ani shu katta marhamatdir. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Ular hamisha turadigan jannatlarga kiradi. Ular jannatlarda oltin bilayzuklarni, narvoyitlarni taqaydi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Ular aytdi: "Jimi hamdu sana bizdan g'am qayg'uni ketkizib atgan Allohga mansubdir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Oz yaxshilikqa ko'p savob berguchidir." الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Allah marhamatidan bizni jannatda turg'izdi. Jannatda biz hargiz jafo tortmaymiz, hargiz charchamaymiz. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Kafirlar dozaq azobiga dochar bo'ladi. Ularning o'lib aram tepib qalmasligi uchun jonlari elinmaydi. Ulardan azobmi yenikletilmaydi. Kufrida haddidan oshgan har insonni ana shundoq jazolaymiz. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Ular dozaqda Parvardigorimiz bizni chiqirib atsang, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvurib tovlaydi. Allah aytadi: "Sizlarga umringlarni uzun qilib, vaz nasihat oladigan odam vaz nasihat olaligidek vaqt bermadimmi? Sizlarga
ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar keldi-ku. Endi azobni tetinglar. Zolimlarga hech qanday yordam berguchi yo'q. Innalloha alimu g'aybis samawati wal ard. İnnehu alimun bizatis sudur. Allah haqiqatan osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilguchidir. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. Huvallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Faman kafara fa'alayhi kufruhu ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Allah sizlarni ziminda o'rin basarlar qildi. Kimki kafir bo'ladi ekan, uning kufrining ziyni o'ziga bo'ladi. Kafirlarning kufri Parvardigorining dargohida faqat g'azabnila ziyoda qiladi. Ya'ni ularning kufri ularni Allohning rahmatidan texmi yiroqlashtirdi. Kofirlarning kufri ularga faqat halokatnila ziyoda qiladi. Qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillahi أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Eytqinki, eytib beqinglarchu. Sizlar Allah'ını koyup çoqunuyotgan butlarınlar nimi bilen çoqunuşqa loyiq bo'ldi? Mağa eytib beringlar ki, ular zemindin nimalarni yaratdi? Ya ular osmonlarni Allah bilen birlikte yarattı mı? Ya ularga biz bir kitap bergen bulup, ular şu kitaptaki roşan delillerge asaslanamdı. Hergiz undaq emas. Zalimlar bir-biriga faqat yolg'onnili va'da qilishidi. Innalloha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Allah haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turdi. Agar ular tushib ketsa, ularni hech ahadi to'xtatib turolmaydi. Allah haqiqatan halimdir. Ya'ni kuffarlar azobga tegishlik bo'lsa-mu, ularni jazolashga oldirab ketmaydi. Nihoyat mag'firat qilguchidir. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'ladiganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texmi yiroq bo'lishdi. Istikbaran fil ardi va makras sayyi va la yahiqul makrus sayyi illa bi ahlihi. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Bundaq bo'lishi ularning zaminda takabburlik qilganliklari va hiyli mikr ishlatganliklaridandir. Hiyli mikrning vaboli faqat
hiyli mikir ishlatgan odamning o'ziga bo'ladi. Ular faqat ilgirki ummatlarga qo'llanilgan Allohning ularni halok qilish va jazolashdan iborat yo'linila kutidi. Allohning mahluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Alloh yo'lida hargiz yo'tkilishni, ya'ni azobga tegishlik bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yo'tkilishini ko'rmaysan. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Ular zeminde sayir qilib ulardan ilgirkilar, ya'ni halok bo'lgan ummatlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'rmadimi? Ular, ya'ni o'tganki ummatlar bulardan texmi kuchlik edi. Osmonlardagi va zemindagi hech narsa Allohni ilojisiz qoldirolmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir. Hammaga qodirdir. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Agar Allah insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Alloh ulardan hisob elishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob elishning vaqti yetib kelganda, ularning amallariga qarab jazo beradi. Alloh haqiqatan bandalarini ko'rib turib